Bilasizmi? Hali o'rtoqlar men shamolladim. Kamchiliklar bo'lsa uzr. Toshkentdan shamollab keldim. Kecha bilan bizlarni mehmon qilamiz deb Otabek aka bilan Oybek akamiz savna tashkil qildi. Bular tashqariga mana laganning ichiga suvga tiqib qo'ysa bo'ladi. Yaxshi bo'lasan deyishdi, battar bo'ldim. G'ayratjon Muhammadov demasan, chiroqchini Michael Jackson deydi. Chiroqchini Michael Jackson ekan men. Mana hozir bildim, gap yo'q. Hamma vaqt san'atkor nimasi bilan anaqa ajralib turadi. Har kimki, har bir san'atkorni eng avvalo o'zini eli hurmat qilish kerak. O'zini vatandoshlari, o'zini qishlog'i hurmat qilib, xuddi mana sizlardek paddeshga qilsa, u san'atkorni boshqa joyda ham hurmati bo'ladi o'rtoqlar. Agar uni o'zida elotida hurmati bo'lmadimi, uni boshqa joyda ham eshitmaydilar. Bu Alloh taolani mana nazar qilgani g'ayrat ekan. Mana sizlardek vatandoshlari shunaqangi paddeshga qilib turibsizlar endi. Men to'g'risi gap bo'lishi mumkin emas sizlarga. Hozir Michael Jackson olib kelib qo'ysa ham sizlar faqat g'ayrat akani eshitasizlar. Boshqa izoh yo'q. G'ayrat akamga bir qarsak bo'lsin. Samimiy inson har taraflama o'zini san'atiga, ovoziga javob beradi. Mazza qilib faqat g'ayrat akamni aytiryapman. Konsertda kecha o'zim aytdim, g'ayrat akam bir chiqish qildilar. Ertalabgacha g'ayrat akamni aytirdik bor savunada. Faqat g'ayrat akamni eshityapmiz bizlar. Qani ushlang, to'g'ri ushlang. Qaysilar? Xorazm